Assalomu alaykum. Mana 28-oktyabr kuni ishimizni tugatdik. Mana shunaqa sistemada yana luchoy sistemada qilib berib, mana 70 gradusga qo'ydik. Obratkalari mana 70 ga yaqinroq kelyapti. Gruba biyapasli. Har doimgidek 25 ga 6 Rashtini bakimiz. Mana işte o'zlar nasos qo'yilgan ekan, shu nasosga ulab qo'ya qoldik, suv ber. Lekin mana spat uz degan koteldan o'rnatdik bu safarga. Yonishlari. Kotelimiz. Yonishlari. Qipchoqda ish qildik. Mana uyda egasi ham shu yerda ekan. Tog'a? Qalay? Xohlasangiz kotelda o'rnatdik, yaxshi yonishlari. Yonishlari zo'rmi? Ha, ma'qul. Xohlasangiz. Ichkarida radiatorlarimiz ham xudo xohlasa, Ko'rib chiqdim. ko'rib tekshirib oldingiz-a? Tekshirib ko'rib chiqdim. Qo'lda kuydirib yotibdim. Bir yarim bahir ko'miringiz yondimi, yonmadimi? Yo'q bo'lsa kerak. Yo'q bo'lsa kerak-a? Bir issiq-a? Issiqligi yaxshi. Normalda. Ishlar ma'qul. Ma'qul ishlar. Tavsiya qilaverasizmi xalqqa? Qilaveramiz, xudo xohlasa. Bemalol kelib ko'raveradi ham. Kim qiziqishga bo'lsa ham kelib ko'rib ketsalar bo'laveradi. Mana azizlarni ham hamka svarka qilib o'rnatib oldik, tog'amiz. Mustahkam qilib beringlar dedi. Xudo xohlasa ish chiroyli bo'ldi. Kimga mana shunaqa sifatli ishlar ma'qul kerak bo'lsa, ma'qul kelayotgan bo'lsa, bemalol 94lik 727 67 67 murojaat qilaverasizlar.